Assalomu alaykum aziz kitobsevarlar. Men bugun sizlarga Tog'ay Murodning Ot kishnagan oqshom qissasi haqida aytib beraman. Tog'ay Murodning Ot kishnagan oqshom 1981 qissasi qishloq hayotining keskin dramatik o'zgarishlari, an'anaviy qadriyatlari va zamonaviy jamiyat o'rtasidagi kurash bosh qahramon Qodirjon orqali ochib beriladi. Asar insonlarning ma'naviy izlanishlari, erki va oriyati uchun kurash, shuningdek jamiyatdagi o'zgarishlarni inson taqdiriga ta'siri haqida hikoya qiladi. Asarning asosiy mazmuni va g'oyasi qishloq odamlarining hayoti, ularning qiyinchiligi va ma'naviy dunyosi. Asarning markazida turuvchi Qodirjon an'anaviy qadriyatlarga sodiq, oriyatli va o'z erkini qadrlaydigan inson sifatida gavdalantiriladi. Ot kishnagan oqshom bu ibora asarda erkinlik, oriyat va o'tmish xatolarni ifodalovchi ramziy ma'noga ega. Asarda Qodirjonning o'z qadriyatlarini sodiq qolishi uchun yangi tizim va sharoitlar bilan to'qnashuvi tasvirlangan. Shu bilan birga qishloq hayotining o'ziga xosligi, insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabati va ularning duch kelgan ma'naviy, ruhiy muammolari ochib berilgan. Ot kishnagan oqshom asari harbiylar uchun bevosita qo'llanma bo'lmasa-da, ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy xarakterni shakllantirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Asar harbiylarga quyidagi ma'naviy fazilatlarni tushuntirishga yordam beradi. Oriyat va nomus. Bosh qahramon Ziyodulla Kal timsolida inson o'z sha'ni va so'zi uchun oxirigacha turishi, hech kimga bo'yin egmasligi tasvirlangan. Shu harbiy xizmatchi uchun eng zarur bo'lgan vatanparvarlik va mardlik tushunchalari bilan hamohangdir. Ruhiy matonat. Asar qahramonlarining hayoti, qiyinchiliklari va adolatsizliklarga qarshi kurashi harbiylarda har qanday murakkab vaziyatlarda ham tushkunlikka tushmasligi, irodani mustahkam tutishi ko'nikmalarini tarbiyalaydi.